Assalomu alaykum barchaga. Men Yulduz, Turkiyadaman. Chet davlatda yurganlar bilan suhbatlashadiganlar haqida bugun suhbatlashmoqchiman. Bilasizlar, men Yulduz vlog kanalimda hamma narsani qo'yaveraman. Ko'chaga chiqqanimda, aylanganimda, yana nimalardir qilganimda, keyin bu gapni bir dugonamdan ta'sirlanib gapiryapman. Yana ham hamma o'zi biladi, hammani o'zini fikri albatta. Men farzandimni tashlab chet davlatga keldim. Dugonam aytadiki, mehrli bo'lmaydi, voy mehribon bo'lmaydi, unday bunday, farzanding baribir chet davlatdasan, seni ko'rmayapti, mehringga to'ymayapti, bir narsa bo'lyapti. Lekin men nima uchun yuribman chet davlatda? Men emas, mendan boshqa chet davlatda yurganlarga ham unaqa gaplarni chet davlatga chiqmaganlar, yurmaganlar, sizlardan bitta iltimos, buni sizga qiling demoqchi emasman. Faqatgina iltimos. Agar mabodo dugonangiz, yaqiningiz, kimingizdir, qo'shningizmi bilmadim endi, hangoma qilsangiz, u gapni gapirmang. Chet davlatda yurganlarga, meni o'zimga ham bu gap juda ham og'ir botadi. Farzanding senga mehribon bo'lmaydi. Farzandim uchun yuribman men. Farzandimni tashlab ketmadim, boshqa qilmadim. Hamma mendan boshqalarim farzandini o'ylagan odam. Menimcha, meni fikrim endi bu. Farzandini kelajagini o'ylagan odam chet davlatda yurib, ishlab, kimdir farzandiga to'y qilish uchun, yana kimdir farzandini o'qitish uchun, kelajagini yaratish uchun, bizga o'xshab chet davlat yurmaslik uchun, farzandini kelajagi uchun pul ishlayman deb kelgan. Nima uchun endi uni farzandi unga mehribon bo'lmaydi? Mehribon bo'lmaydigan farzand o'zi qanday yaxshi ota-onasi chiroyli qilib tarbiya qilgan farzandlarim mehribon bo'lmayapti ularga. Qanchadan qanchasi. Bitta ikkitasi emas. Shuning uchun mayli, mehribon bo'lmas balki, bilmadim unisini, balki ehtimol mehribon bo'lar. Inshaalloh mehribon bo'ladi. Lekin u gapni gapirmang. Chet davlatga ketgan odamlarga, chet davlatga ketmagan odamlar u gapni gapirmang. U chet davlatda yurganlarga juda ham og'ir botadi. O'zi farzandi uchun yuribdi, yana siz uni ko'nglini og'irtyapsizki, farzanding mehribon bo'lmaydi, bu yerga kelgin. Meni o'zimdan qiyos qilsam, hozir O'zbekistonga meni bu yerdan bironta quvib yorsa ham boraman, lekin nima ish qilaman? O'zbekiston oyligi hammaga ma'lum. O'zbekiston oyligi bilan farzandini odam kelajagini yaratib bo'lmaydi. Shuning uchun do'stlarim, gaplarim ana shunaqa. Chet davlatda yurganlarga farzanding mehribon bo'lmaydi deyishdan oldin, men seni mehringni ko'rmayapti, erta bir kun senga mehribon bo'lmaydi deyishdan oldin kamgina o'ylab ko'ringlar. Hamsi xalqingizga boqing, o'tgan odamlarga boqing, qarang. Nima desam, mehribon bo'lish uchun farzandini peshonasida turish shart emas. Uni kelajagini yaratib, undan keyin ko'zini to'q qilib o'stirib, aqlli, odobli qilib o'stirib, inshaalloh duolarda farzandim aqlli, insofli, hofizi Qur'on bo'lsin deb niyatlar qilsak, vaqt kelar yoniga boramiz, katta qilamiz. Inshaalloh Xudo xohlasa, ba'zi birlarni farzandlaridan ko'ra mehribonroq bo'ladi. Chet davlatda yurib farzand boqqan ota-onalarning farzandi. Unaqalarni o'zim ham ko'rganman, hayotiy tajribamdan kelib chiqib gapiryapman buni. Bundan masalan 20 yillarimi oldin, men hozir 40 yoshman, 20 yoshlarimda yoki bilmadim 24 turman, 23 turman yosh vaqtlarimda hamsi xalqlarim Qozog'istonlarga, Rossiyalarga borib ishlardi. Allohga shukr, hozir o'sha ishlagan odamlarning farzandlari 40 yosh, meni yoshimda, lekin hammasi mehribon. Ota-onasini hammasi asrab-avaylab, umralarga, hajlarga yuboryapti. Alhamdulillah, meni o'zim ham mehribonman. Meni o'zim ham vaqti kelganda otam chet davlatlarga borib ishlagan. Shuning uchun aytayapman do'stlarim. Yana ham hamma o'ziga xulosa chiqarar, bilmadim. Meni fikrim shunday. Sizlar nima deysizlar? Albatta, hammani fikri har xil. Sog' salomat bo'lasizlar. Hammani farzandlari ota-onasiga, ota-onasi farzandlariga mehribon farzand, mehribon ota-ona bo'lsin. Mening tilagim shu.